1 yil davomida bitta atir ishlatish mumkinmi degan savol tushibdi. Shunga ham javob berib ketamiz. O'zi любой atirni любой faslda ishlatish mumkin. Masalan, og'ir hidi bo'lsa ham uni yozda ishlatish mumkin. Va bunga bitta oddiy misol arab davlatlari, Dubayga borib kelgan odamlar biladi. Arablar vaqtida juda ham vanilniy, juda ham udoviy amriga bo'lgan atirlarni ishlatib ketishadi. Kerak bo'lsa, Louis Vuitton umri nomatda ham ishlatib yuradi. Bemalol va bunda umuman muammo yo'q. Kerak bo'lsa, svejiy aromatda ham, qishda ham bemalol ishlatish mumkin. Bunda ham umuman muammo yo'q. Va bu faqatgina odam o'zining ehtiyojidan va xohishidan kelib chiqadi. Nimaga? Chunki og'ir hidlar qishda og'irligi u darajada ko'p bo'lmaydi. Chunki sovug'da diffuziya kamaygandan keyin bu oddiy ximiya qonuni, u taralishi sal sekinlashadi. Yozda issiq bo'lgani uchun uni molekulalari tez ximlashni boshlaydi, shuning uchun taralishi ham juda ham giperaktivniy bo'lib ketadi va odam uchun og'ir tuyulishi mumkin. Shuning uchun agar odam o'zi xohlasa va og'ir hidni yozda, svejiy hidni qishda ko'tara oladigan bo'lsa, bemalol xohlagan atirni yil davomida bemalol ishlab yurishi mumkin. Bu yoz uchun bo'ladimi, qish uchun bo'ladimi, любой faslga to'g'ri keladigan atir moylarini Larumsdan topishingiz mumkin bo'ladi.